Siz ikkimiz ko'proq birga bo'lsak, ancha romantik bo'lmaydi deganni purtib atamsiz. Men bilan ko'proq birga bo'lganimiz bormi? Men unda qilmayman. Tantiq ketmadi. Unaga yana ko'nglingiz bormi? Og'ribatamda. Nima qilyapsiz? Men sezgirligingizni tekshirib bekishim kerak. Niyatlaringiz zaxmiga uchragan bo'lishi mumkin. Alqiningizga haroratning ishqini yondirishga yordam bo'lmaydi. Qayringizdan beklab ishib qolganligini his qilaman. Bu kinoning to'liq qismini Kino 105 sonini qo'shib 34 raqamini yo'llab ko'ring. Hay Anna. Hammaylar kep bo'ldimi? Next kun avvalgi musobaqada qaltis bo'ldi. Siz mashina haydashni qayerda o'rgangan? Men shu kuni kechlik ishni unutganman. Musobaqa mashinasi sho'pir ekan. Uni do'stlar chamrikiga chiqarib qo'ygan rasmni ko'rsatdi. U hozir bu musobaqa qatnashadi. O'lib ketdi. Maktabkisini kuchab besib o'lib ketdi. Kechiring. Siz cho'nik. Siz qandaqlik bu xil guruh madaniyatiga aralashib qoldingiz. Men o'tmishim to'g'risida so'zlashni U xohlamayman. animaga erishamagan mo'yit cho'ng'og'ashqa qarshilik ko'rsatish psixikasiga bo'lib o'ydan chiqib ketgan. Bo'ldi qiling. Anna. Dadasi uning inorat qarshisini to'xtatgandan keyin Meksikada Layon bilan uchrashib, uningdan xatarli yashash usulini o'rgangan. Buning badaliga u qarshi tarafdan yaqin do'stini indakka keltirgan. Sizning shunday bo'lmagan bo'lmaganmi, Anna? Bo'lmagan. Mening turmushim izchil ma'nisiz o'tgan. Balkim siz bilan bo'ldirib uchrashgan bo'lsam. Bu maktabdagi eng cho'ng zo'migar. O'tib bering. Siz yoqtirmaydigan qizlarga namsiz xatlar aytib baqqanmi? Bu udini berib ularning ko'zini uyib oladi. Qaraganda sizni texnik ko'proq tushunmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Bu burunqi ishlar. Men sizga bir mashina qarzdor, to'g'rimi? Pek yaxshi bo'ldi. Bu mashinaga o'g'irlik chiqolmaysiz. Ammo uchingizdagi maktab formasini ko'rdim. Bu men uchun eng yaxshi sovg'a. Aslida sizga she'rlar to'plami sovg'a qilmoqchi edim. Ammo uning sizga mos kelmaydiganligini bilaman. Oh, yo'q. Ammo ko'zimni o'yibamisiz yana? Men Anna yoki boshqa qizlarga azaldan bunday hissiyat bo'lib boqmagan. Tunji qatim o'zimni mushunday kontrol qila olmayapman. Mario meni saqlayotdi. Uning zodi nima g'arzi bor ekan? Men faqat uni meni ko'rganda kulimsiraydiganligimni Siz bilaman. kulimsirashga rozi bo'lamsiz? Taki yuzimiz og'rib ketgach kulimsiraymiz. U ablah baklar bo'lumsiz. U siz ehtiyojli narsani bermaydi. Men nimaga ehtiyoj ekanman? Men hech nimani ko'rmadim. Qanday? She'riy tuyg'u boy bo'ldimmi? Mana musobaqa qatnashadigan mashina tayyor bo'ldi. Men Jinoning mashinasiga 100 ortkich qo'shdim. Qanday vaqtda ishlasangiz bo'ladi? Ada, erishib qoldingmi? U sening uyga sinib tursa. Unda qo'sni bo'pti. Bu axloq mezoniga xilof ish qildi. Siz uningga mush etib, andin bag'ringizga besibsiz. Qaraganda uning sahnaga chiqib elishqida kuch qolmagandek qiladi. Elishishdamsiz?